millionta qo'shiqqa pul to'lanyaptimi bizda? Soliq yaxshi. Har bitta bayramga pul to'lashga qurbiylar yetadimi qo'shiqda? Zakaz qilayotganda to'langlar, gap bo'lishi mumkin emas. Ya u san'atkorlarni qiryapsizlar. Bugungi kunda juda ham qiyin. Oldingidaqa sponsor yo'q. Oldingidaqa sevib qolib sponsor bo'ladi-yu, mayli-da. O'ynash bo'lsa ham. Yo'q, u ham yo'q hozir. Aqlli yo'q qoldi hamma. Meni qachon ishlab berasan pulimni deydi. Bitta podarka qilsa sana 1 yil oyoq osti qiladi, pul qilib. Ko'ryapmanmi? Bor ko'ryapmiz. Endi haqiqatni aytadigan bo'lsak, buni kesmasdan haqiqaticha qo'ysalaring, hamma fikr qilsin dasturxonga. San'atkor yomon bo'lsa, san'atkorning puli ko'rinayotgan bo'lsa, biz haliga har kuni ko'z-ko'zchimiz. Biz ko'z-ko'zchimiz. Qilishga majburiyatimiz bor. O'zbekistonda san'atni o'sayotganini biz dunyoga chiqaryapmiz. O'z-o'zidan menga yo Isroil, yo Amerika, yo Hindiston, yo Arab, yo boshqasi kiryaptimi? O'sha ko'z-ko'zim uchun kiryapti. Meni ishim shu, vazifam shu. San'atkor vazifasi shu. Kelsa 15 gapirishi noto'g'ri. Ularni kesish kerak, chopish kerak. Lekin yurtidagi bor narsani ko'rsatadi-da.